Salom Subli Studios kanali va nihoyat Comic-Conga borib keldim. Toshkentda bo'lib o'tgan shunchalik shov-shuv bo'lib o'tgan 10-avgustda uni ustiga Instagramda ko'p reklama qilib o'tildi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, shunaqasi yaxshiroq. Qisqasi shu borib keldim. Bu videoda o'zim taassurotlarimni aytib o'taman. Uni ustiga nima sababdan oxirgacha o'tira olmadim? Turib ketdim. Shuni ham sabablari bor. Shuning uchun qiziq bo'ladigan umiddaman. Bo'lmasam boshladik. Demak, birinchi bo'lib nimadan boshlashni bilmayman. Keyin o'tmishga qaytamiz. Boshidan boshlaymiz. Men qanaqa bilib qoldim? Birinchi bo'lib Instagram titkirib o'tirgan paytimda video chiqib qoldi. Comic-Con to'g'risida, uni ustiga Toshkentda bo'lib o'tadigan oppa deb borish kerak. Birinchi men kim o'tda bo'lishiga qiziqmadim, shunchaki Comic-Con deganning o'zida men qiziqdim. Bunday olib qarasam o'tgan yil bo'lgan ekan, men shunchaki o'tkazib yuborgan ekanman. Bu juda ham g'alati. Qanaqasiga o'tkazib yuborish mumkin u? Balkim D23 chalg'ib anaqa qilganman, chunki reaksiya olgan Messilida bo'lsa, o'sha paytda shunaqani kutib, bu yoqda katta bo'lib o'tgan Comic-Con yoki D23 Expo'larni kutib, bu yoqdagi bo'ladigan skromniy prezentatsiya festival desam bo'ladi. Shunaqa o'tkazib yuborgandurman. Bu yil lekin bordim. Yaxshi emotsiya, kayfiyatlar bilan keldim. To'g'risi, men hech ham xafa anaqa nima razочароваться anaqa bo'lganim yo'q, hayron qolib, ya'ni yomon taraflama. Yo'q, hammasi zo'r bo'ldi, menga yoqdi. O'sha aytganimda birinchi titkirab o'tirgan paytim chiqib qoldi. Tak, birinchi bo'lib reklama bo'ldi. Keyin ikkinchi kuni kirdim, yana reklama chiqdi. Unisida уже tushunganni o'zi gapirdi. Toshkent bu boraman, bu bilin o'yladim, bu anaqa emasmikan? Odamlarni jalb qilish uchun, prosmotr qilish uchun shunchaki sun'iy intellekt ishlatilgan video yozsa bo'ladi hozir. O'shana qilinmaganmikan deb даже hatto kommentlarga ham kirib o'tdim-da. Qarasam rost ekan. Keyin undan keyin yana bir boshqa kuni kirdim. Uncha amin bo'lmadim ular kelishiga. Utopiya reklama qildi. Mana Toshkentga boraman, Toshkentdagilar kutib olinglar, u bu shunaqa video chiqardi. Hozir bilmadim, men topa olmadim yo'qmi, sizlarga ko'rsatmoqchi edim o'sha videolarni. U reklama edi, men uchun o'tkazmam bo'lmaydi, shunchaki birorta havola agar chiqib qolsa o'tib ketdi, balkim sizlarga ham ko'rinar. U уже o'tib ketdi, bo'ldi, bu yoqqa reklama chiqmasa kerak. Shunchaki men endi tasavvur qilib aytib beraman. O'sha уже bu 3-chi anaqa bo'ldi men uchun. Nima desam bo'ladi? Уже mana доказательство bo'ldi, isbot. Undan keyin уже aniq oladigan bo'ldim. To'g'ri, bilet olish birinchi qiyin bo'ldi. iTicket yomon anaqa ekan. Maslahat bermayman. Onlayn varianti bilmayman nega unaqa bo'ldi. Saytda muammo bo'ldimi? Masalan, Play Marketga kirib ilovasini olmoqchi edim. Ilova 3.4 bahosi 5 ichida 3.4. Bilasizlarmi nima degani? U yomon degani. Hatto masalan 4 balli o'yin yoki приложение ilova olishga odam qo'rqadi, chunki 4 ball nimadir bor degani. Agar 4.9 ball, 4.7, 4.5 bo'lsa, unda olsa bo'ladi. 4.3 uzoq bilan. U 3.5, 3.4. Ishonch yo'q unda. Saytiga kirdim, olmoqchi bo'ldim. Hammasida inspired deb chiqib keldi endi. Agar tarjima qiladigan bo'lsak, o'tib ketgan. Muddati o'tgan. Narsa уже bilmadim, men qo'rqdim keyin. Nimaga bu yerda 1300 ta bilet turibdi, qanaqasiga? Keyin mayli 9-sana keldi. 10-sanada bo'lish kerak edi o'zi. Yana kutdim, yana harakat qilib ko'rdim olishga, onlayn tarzda. Uni ustiga boshqa tanishlarga ham olish kerak edi. Men yosh kichkina anaqa bor edi. Kichkinalar uchun bilet u ham o'xshamadi. Qisqasi, sayt qotdi-yu, yaxshi ishlamadimi bilmayman. Ko'pchilik birdaniga yopirilganiganmi, bir перенагрузка bo'ldimi? Olinmadi to'g'risi. Bu yoqqa borgandan keyin bilasizlar, bunaqa chiqadi tanla. Endi tanla demaydi, shunchaki qisqasi o'sha bilet olishga yordam bergan odam uchun rahmat. To'g'rirog'i o'sha taklif olgan, o'sha anaqa qilgani uchun to'g'risi bo'lmaganda kira olmasdim. Chunki ko'rdinglar, onlayn ola olmadim. Umuman iloji bo'lmadi, bilmayman nega. Bo'lsa bo'lmasa ham baribir har holda bunda telefonlar ko'rsatib kirib ketasizlar. Shunisi yaxshiroq edi. Mayli. Endi keyingi shunaqa harakat qilaman, shunaqa tarzda olishga. Vaqtliroq olish kerak ekanda, men
bir 2-3 kun qolganda harakat qilishni boshladim. Bu men katta xato edi. Men uchun katta xato. Chunki boshida 4 mingta bilet bor edi kamida. Kattalar uchun, kichkinalar uchun bir adashmasam 500 ta, 600 ta, balki 1000 tadir. Oxirga yaqin bir 130 ta qoldi-da. Balkim 500 ta bo'lsa kerak ajratilgan. Unaqa kichkina boladan ko'p bo'lmaydi. Men unaqa ko'p ko'rganim yo'q. Shunga qaramay baribir kichkina bola ham bo'ldi. Voy, cosplayni ko'rsanglar ularni. Cosplaylarga chiqqan. Kerak bo'lsa, cosplay keladigan bo'lsa, qisqasi, o'sha men voqea aytib berotgandim, chalg'idim. Qisqasi, men nihoyat bilet oldim, kirdik. Kirganingda pechat ham qo'yib berar ekan, Xumarin, unaqa Comic-Con yozilgan. Uni ayniqsa anaqalari, homiylari ham, men ishlatayotgan Beeline hambi ilovasi, anaqa to'g'rog'i Beeline xos hambi bo'lgan. U ham anaqa bo'lgan ekan. Mirinda men ichmaydigan anaqalardan biri, mayli. Har holda shunisiga ham rahmat, homiylik qilganiga. Yana boshqa anaqalar, brend anaqalari bor orasida. U ichkarida ham xuddi o'sha brendga doir narsalar bor. Hambi, o'sha Mirinda hammasi bor. Prezentatsiya hammasi zo'r. Kirib oldim va nihoyat u ko'chada lekin cosplaychilar ko'p edi. Ular 12:30 da kirib ketdi. Men 1dan oshganda kirdim. 1:30 da boshlanardi. Baribir ani mehmonlar kelguncha bemalol bitta krug aylanib chiqdik. Zo'r cosplaylar, sifatli. Har holda Amerikani Comic-Con'iga chali emas yoki men Rossiyani Comic-Con, Moskvani Comic-Con yoki men Astonada bo'lib o'tgan, yaqinda bo'ldi. Kubayt borib keldi o'shanga. Endi Astonada ham unchalik emas, lekin bizning darajada. Bizda ham ancha sifatli cosplaychilar bo'ldi. Sanab o'tadigan bo'lsa, masalan, qo'lim yetmasa kerak. Qaysi sizlar xohlagan personaj bor javob beraman. Genshin Impact'da menimcha o'ynaydiganlar bordir orada endi. Yo'q deyapman, bor. Uni ham personajlari bor, unga doir. Keyin yana yaqinda o'sha Hoyoverse'dan chiqqan Zenley Zone Zero 3ta Z. O'shanda ham personaj bor, o'yin personajlari bor. Adashmasam PUBG'dan ham bor edi, adashmasam bilmadim. Ko'p bunaqa olganda qo'liga endi qisqa sanab o'tadigan bo'lsa, o'yinlardan ham bor edi. Keyin Mobile Legends'dan ham bor. Men hali o'ynamadim, lekin bir ikkita personajdan bilaman qaysi. Anime personajlari bor, Marvel'niki bor, Avatargacha bor, hamma Wednesday, Kalmar o'yini. Tomoni sanasam qo'l yetmaydi. Vahshiy hammasi zo'r chiqarib bergan cosplay. Ya'ni Dante ayniqsa Dante вообще zo'r chiqqan. Ya'ni Miku qanaqadir personaj, bilasizlar, ko'k sochli, uzun, eng mashhur anaqalardan biri, personajlardan biri. Ikkita ekan, yomon o'xshabdi. Parik bo'lsa ham, anaqa. Boshqa personaj bir xilga, просто birinchi bo'lganiganmi, odamga qanaqadir hayajon bosdi. Uni ustiga bilasizlar, menda shunaqa tez anaqa hayajon. Bari bundan rasmga tushgan anaqa bo'lmadi. Botin, sal nima desam bo'ladi. Anaqa vaziyat bo'ldi, odamda sal anaqa bo'ldi. Noqulay vaziyat. To'g'ri, borib shunga rasmga tushsam bo'ladimi? Kelib tushib olamiz. Uni ustiga o'tda 95% Yevropeyskiy anaqalar. Rus, metis, mana shunaqa. O'zbeklar umuman kam. Yo'q desam ham bo'ladi. Shu men qarindoshlar, bitta anaqa tanishlarim bilan borgan bo'lsam, 4 kishi edik. Yana ichkariga kirganimizda bitta ikkita odam ko'rmagan bo'lsam, o'sha sotuvchilar, o'sha 5% ichida. Biza ichkarida boshlovchi bor edi, syomka qilayotgan odam, yana bitta ikkita ko'rdim, to'ppida edi adashmasam, dasi. Endi bilmadim, cosplaymi nima edi bilmayman, tushunmadim. Lekin to'ppida edi. Agar ham o'zbek bo'lsa, bo'ldi. Mentlar bor, o'shalar ham o'zbek poxol. O'zbek конечно. 5% atiga uzog'i bilan. Endi balkim bordir. Men payqamagandirman, lekin kam, juda ham kam. Aslida endi bilaman, qiziqmaydi uncha odam, bormaydi, lekin bir tomondan arzidi. Endi men uchun, boshqalar uchun arzimasdir, balki bekorga vaqt ketadi. Bu ko'p o'tirmadim, to'g'ri, birinchi marta bo'lganiga qanaqadir boshqacha vibe, boshqacha atmosfera, baribir boshqalarning oldida cosplaylarni odam boshi aylanib ketdi. Uni ustiga hamma mehmonlar sirazi kirmadik, birinchi aylanib chiqdik, uncha qarasak 1.5 dan o'tib qoldi. Kirsak, Utopiya show už gapirayotgan ekan. Imенно chiqishga kirib bormadim-da. Chiqishini shunda olardim. Valla baqirayotganlar anaqalarini Utopiya baqir, tanishtiradi-yu. O'sha joylarni ulgurmadim. Lekin Telegramga tashlab borganman, o'sha kontentlarni Telegram kanaliga obuna bo'lish uchun. Mana shunaqa festival, meropриятие bo'lsa, sirazi o'sha yerga tashlayman. Yoki
biron bir video teaserini oldindan aytib o'taman yoki nimadir postlar tashab qolaman, kerakli postlar. Har kun tashamayman, yillar ortib, ora-orada tashiyman, kamdan kam. Va anaqada redka tashiyman. Ko'p tashiyman har kuni. Shuning uchun Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Ja unaqa faol emas-u, lekin mana shunaqa kerakli, mana anaqa bo'lib tursa, katta narsalar, buni o'shani tashab boraman. Xo'sh, aytmoqchi bo'lganim, cosplay zo'r, o'shalarni tomosha qilib keyin kirib bordik. Ayniqsa, O'rgimchak odam rasmini keyin ko'rsataman video davomida. Eng sifatli, unisi Kubayt to'g'ri tomondan tushgan, men yon tomondan oldim. To'g'ri tushishga sal odam anaqa bo'lmadi, tushmoqchi edim to'g'ri. Va g'alati, borib bilasizmi. Lekin Kubayt tushib chiqibdi ko'pchiligi bilan. Instagram Luke Skywalker, endi Skywalker va yulduzlar jangiga ham anaqalari bor, hammasi bor. Hatto Minecraftga ham cosplay qilingan, hammasiga. Avatarga ham bor, kelib bo'lsa yaqinda 3 chiqadi dekabrda. O'shanga отсылка bo'lsa kerak. Avatar 3. Qasi, xo'p, kirdim, o'sha Utopia tez chiqib ketdi. Yo men kech kirdim, yo u tez chiqib ketdi. Все, знаем, супер, запомнил. Так, и, собственно, второй вопрос. Как вы считаете, сколько процентов вашей аудитории прям уверены, что вы сами часть мирового заговора? Я думаю, все. Нема? Ну, не знаю, кто прям на самом деле в это верит. Мне кажется, начало конспирологии было очень сильным. То есть вот эти вот все истории, они зародились зачастую там. У нас осталось очень немного, и поэтому я дозированно все это подаю. Ну, то есть Ванга была, Тунгусский будет, Алешенька, пришелец будет, разумеется. У нас вот был перевал Дятлова, получается, Ванга и Кольская сверхглубокая скважина. Boshqalarga nisbatan u tez chiqib ketdi. Men uchun vaqt uncha ko'p bo'lmagan shekilli. Savol berishdi, u o'tdan, unisi kimdirlar sovg'a berishdi unga, oldi. Keyin shu chiqib ketdi. Unisi o'zbekcha gapirtirishdi, uni ham bir havolani anaqani ko'rsataman. Nima? dedi. Nima? Ayttirishdi unga. Qisqasi shu, yaxshi o'tdi, Utopia chiqib ketdi. Shu savollar berishdi, har xil shu kontent bo'yicha. Mana shunaqa kontent, qanaqa qo'llarda olsangiz, mana shunaqa. Ruscha bilasiz. Ruscha savol ham uncha odam tushunmashi mumkin. Shuning uchun keyingi mehmoni Anilibriya anaqasidan 10 daqiqa tanaffusdan keyin chiqdi. Дамы и господа, встречайте представителей студии Анилибрия, голоса любимых аниме-тайтлов, Люпи Лесаров! Всем привет, ребята! Привет, Ташкент! Когда-нибудь слышали так? Anilibriyaga dublyajga ovoz endi menimcha sizlarga qiziq bo'lmasa kerak, chunki Anilibriya dublyaj anaqa studiyasini hamma ham bilmasa kerak. O'shanga ovoz beradigan odam, boshlovchisi ila odami ish qilib o'sha dublyaj komandasi hammasi ham kelmadi, o'sha 2 kishi keldi. O'shalar ham ancha qiziq olib bordi, lekin baribir biz chidolmadik. Juda ham ko'p gapirishdi, 15 daqiqadan oshib ketdi, keyin biz chiqib ketdik biroz aylanishga, yana qaytib kelsak, уже shongan gapiryapti ekan. Anilibriya ko'p cho'zvordi, lekin ularni ham eshitish qiziq bo'ldi. Qanaqa dublyaj, nima maqsaddan dublajga kirib kelgan, nimaga aynan anime dublaj qiladi, boshqa proyektlar emas, kinolar emas, imенно anime. Keyin bir ikkita master class ko'rsatishdi, o'zlarining dublaj anaqalarini, biron bir lavhalarni to'g'ri dublaj qilib berishdi. Yana o'sha aytganimdek aylanib keldik, o'sha obedda boshlangan, endi baribir qorni ochadi, baribir to'qlab olish kerak, biroz aylanib keldik, o'sha qarasak, o'sha shongan chiqibdi. Men o'yladim, oxirroq tashlasa, oxirroqga chidab ko'raman desam, o'sha chiqib bo'ldi. O'sha qarasam, o'sha qiziq qolmayapti. Kubayt qoldi, faqat chiqmagan. То есть ваш брат, например, возглавляет студию Анилибрия, а вам еще озвучивает проект. Не видите это проблемой? No, fortunately for me as an actor, Нет, для меня как актера это не проблема. I can work wherever I want. Я могу работать там, где хочу. So I'm
available Я свободен. to work with both Marvel and DC at the same time. There's DC. no rule against it. So, we're, I think that a lot of times fans look at Marvel and DC as being in competition with one another. Да, многие фаны считают, что здесь есть соревнования между Marvel и DC. But we look at it that Но мы смотрим на это так. all the films can succeed. O'sha Utopiyani kutuvdim men. Keyin Utopiya yana bitta narsa. Tolpers degan youtuber bor, uni bilsanglar kerak. U ham xuddi shunaqa narsalarni olib boradi, tema. Kimdir o'shani maskasini kiyib olgan, to'rog'i. Yuzini qirqib olganda o'sha savol berdi, orqasiga fon ham qo'yib olgan. Agar borganlar bo'lsa biladi, ko'rdi, menimcha. Agar o'sha joyini o'z qo'llanmagan bo'lsa, o'sha ham savol berdi, qanday ovozini boshqacha qilib, bu bilmadim nimaga aynan u Tolpers anaqasi deydi. Shunchaki kim biladi u. Baribir Utopiyaga savol berdi va g'alati bo'ldi. Ko'pchilik rasmga tushdi keyin, qiziq. Ajoyib yigit ekan. Unaqa Tolpers menimcha muxlisi bo'lsa kerak, kim biladi endi. Tolpers so'zi kelmadi baribir. Utopiyaga savol berdi u. O'sha aytganda Shongan kirdi, uje yog'i inglizcha. Tarjimon bor, tarjima qilib turadi, ruscha savol bersa, inglizchaga gapirib berib turadi, quloq solib turadi. Bir xilgari inglizcha gapirdi, qoyil lekin inglizcha savol berdi. Bo'lar ekan mana. Bo'lar ekan u. To'g'risi, men xursand bo'ldim, to'g'risi. Ingliz tilini bilib gapirib, uni ustiga u maqtadi. Men lekin shunaqangi xursand bo'ldim. To'g'ri, men o'zim zo'r bilmayman ingliz tilini, savol bergan bo'lardim. VIPlar savol berdi. VIP. Masalan, anaqada ham aytib bordim bu haqda. Telegram kanal kuzatgan bo'lsanglar, VIP faqat VIPlar bera oladi. VIPlar endi bilet qimmat, to'g'ri. Men prosta boshlanishga oddiy olib turaman, keyin safar bir VIPni olaman dedim. Ko'ramiz endi agar qisqaroq odam kelsa savol bersa bo'ladi-da. Atak Chunki tushunmadim, VIPlar ham oddiy odamlar ham savol berdi. Boshida o'yladim, можно bo'lsa kerak. Menimcha faqat Shonganga VIPlar ovoz bera oladi. Shunaqa anaqasi bor ularning o'zida. Primush deydi-ku, masalan, ustunligi bor. Mayli, savol berishdi, qarasam o'chirt. Rosa ham ko'p tugamayapti. Undan keyin kim chiqishiga qiziqdi, menimcha kuybat chiqqan bo'lsa kerak. Baribir ham kuybat har kuni ko'rsam. Aytdim, galasi anaqada aytdim, dumaloq video qilganman, nima sababligini. Salom bor. Bo'ldi, mana chiqib kelyapman. Mana uje oxirgi videoni tashladim Shongan bilan. Bo'ldi, shu sabrim chidamadi, chunki Rossiya ham ko'p odam gap savol beryapti unga. O'chirt, umuman ko'p, faqat VIPlar ovoz beryapti. Endi meniki VIP emas deb biladi, shuning uchun mayli o'xshamadi. Kuybatga kelsak, kuybat bilmadim. Men yo kech bordim, 1:30 da kirdim lekin. Kim biladi endi, balkim u chiqib bo'lgandi, balkim oxirroqda chiqarmam. Shongandan keyin chiqsa kerak. O'zi baribir videosini tashlaydi o'zining kanalida borganini, shuning uchun ko'rish shart emas. Chunki men uni har kuni kuzataman, shuning uchun prosta живойni ko'raman, bo'ldi. Balkim keyingi yil ham kelar. Ko'ramiz. Keyingi yillar ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Atak bunisi ham yomon emas, zo'r bo'ldi. Menga yoqdi. Hammasi zo'r, cosplaylar, hamma anaqasi udar bo'ldi, hammasi. Yoqdi lekin. Keyin polni video qilaman, kanalga tashlashga harakat qilaman. Shuning uchun uzoqlashmanglar kanaldan, obuna bo'linglar. Qisqasi, o'sha soat 3 dan o'tdi. Tanishlarim men bo'ldi, biz turdik deyishdi. Endi baribir biroz o'zimiz qolib ketardik-da, baribir. Ustiga yo'lga ham ko'p vaqt ketadi. Ustiga sizlarga video tayyorlash kerak, kontent. Uyga borib hammasini bitta anaqada miyada jamlab, birinchisiga mayli bo'ladi, keyin safar ko'proq qolaman degan anaqada chiqib ketdim. Yaxshi kayfiyatda chiqib ketdim. Har holda Shonganni ko'rdim, Utopiyani ko'rdim, Anilibriyani jamoasini, o'zlarining yuzini umuman ko'rmagandim. Kuybat ko'rmagan, chunki pastdan har doim ko'raman. Uje menga xuddi rostakam ko'rayotgandek, chunki ko'raverganimdan. Uni endi hayotda ko'rish to'g'ri, qiziq, baribir kech keldi. Undan tashqari yana bitta ikkita odamlar chiqardi, oxirroqda kelsa kerak, shu oxirga olib qo'yishadi, odamlar qiziqib qolish uchun. Kuybat ko'proq qahramonlar bo'yicha anaqa ko'pchilik bilan tushib chiqdi. Bu ham cosplay anaqalarni, cosplay kiyganlar bilan, Utopiya bilan tushibdi, Shongan bilan tushibdi. Ularning rasmlarini keyin ko'rsataman. O'shanda ham aytdim sizlarga o'sha videoda, baribir tashiydi rasmini, to'g'rimi? Boshqalarniki ko'rmayman, kuzatmayman, to'g'ri. Ular rasmini tashamaydi. Kuybat tashiydi. Chunki Astonada bo'lganda ham Qozog'iston. O'tda ham tashadi lavhalarni. Anaqa avtograf ham imzo berayotgani, anaqa merchlarni anaqa qotgani, podarkalar berishdi, plov, osh yedim deb maqtab hamma narsasini rasmga olib, har bitta ipidagi narsaga tashlagan. Yaxshi taassurotlar bilan bo'ldim, lekin kontent kam bo'ldi. U ham aytdiki, kontent kam. To'g'ri, men ham birinchisi kontent kam bo'ldi. Ko'p tashiyman dedim, o'xshamadi, ola olmadim.
noqulay bo'ldi to'g'risi. Ko'pchilikning oldida men naqddan syomka qilib tursam, baribir odam g'alati bo'ladi-da. Keyin safar sal kirishimliroq bo'lib, ko'proq olishga harakat qilaman. Ustiga yaqinroq o'tirish kerak edi. Uzoqda bo'lib qoldim shongan kelganda, uni ustiga yaqinroq olish kerak, qarasam, o'zini ko'rib oldim bo'ldi. Prosta men olmagan sababi nega aytaymi? Cosplaylar bilan tushsam bo'lardi. Men birinchi o'z ko'zim bilan ko'ray dedim. Qarasam o'sha vaziyat bo'lmadi, ular chiqib ketib qoldi-yu, shunaqa bo'lib qoldi yoki uzoqda bo'lib qoldi. Yana bir borib so'rayman, u yana rasmga tushiyu bu. Tomosha qildim. Endi boshlanishi birinchi marta bo'lgani uchun tomosha qildim. Ikkinchi martasida endi sekin syomka qilinadi. Xudo xohlasa keyingi yil agar bo'lsa, keyingi safar kim keladi hali aniq emas. Kubat keladi deyorman yana. Kubat keyingi yil keladimi yo'q noma'lum. Chunki ular har yil kelmaydi. Masalan, Astonaga ham Utopiya 20-yil borgan ekan. Bo'ldi, shu bilan qachon bormadi. Endi 3-4 yilda bir kelib tursa kerak. Uje yoki bir marta keladi. Har bitta anaqa qanaqadir joyga chaqirishadi. Masalan, Aziyaga mana shunaqa joyga kelib ketishdi. Mana uje Kubat keldi, Astonaga mana bu yoqqa keldi. Endi bo'ldi, bir marta keldi yetadi mana shu bilan. Bir martadan kelishadi, чтобы o kelar ekan qiziqib borish uchun. Agar yana bir marta kelsa, ko'rganman o'tgan edi, bormaydi odamlar. Mana shunaqa narsa. Chunki videoda bilmayman, ne unaqa adashib keyingi yil ham kelsa kerak deyorman. Yo'q. Bir marta. Keyingi yil endi umuman boshqalar keladi, Koplinov kelsa kerak. O gamer Koplinov ana mashhur anaqalar. Xo'sh, keyin balkim boshqa aktyor dublajlari ham keladi, masalan, Loki'niki kelsa zo'r bo'lardi. Loki yoki boshqa anaqalarga beradigan, u ham zo'r. Uni ham ko'rgandim. Chunki aytmoqchimanki, men festival bu Comic-Condan mamnunman, zo'r, menga yoqdi. Agar borgan bo'lsanglar, aytaman 5% ida, menimcha bormagansizlar, unisiga vaqtingiz bor. Eng menga yoqqan tarafi u yakshanbaga to'g'ri keldi. Hamma vaqti bor. Yetib bordik, maza qildik, o'tirdik, tomosha qildik. Har holda oxirigacha o'tirsam bo'lardi. Keyingi safar oxirigacha o'tiraman. Hamma chiqqunicha qiziqroq odam bo'lsa agar. Bilmam, negadir bir ikkita joylarda zerkarli bo'ldi. Chunki intervyu anaqa joylar, savollar, shongan bilan intervyu ayniqsa sal zerkarli bo'ldi. Ingliz tili bo'lgani uchun emas, tarjimon bor. Baribir savollar o'sha. Men bermoqchi bo'lgan savollarni ular beryapti. Nima haqida beradi? Shu rolingiz qanaqa? Dublaj, boshqa dublaj qanaqa berasiz? To'g'rog'i, animatsiyaga ham dublajga ovoz bergan. Shuni hisobiga. Qanaqa masalan, dublajda qiynalmaysizmi? Или rolingiz Kraglin rol qiyinmi yo'qmi? Men 3-qismini ko'rib men yig'ladim siz bilan bo'lgan sahnadan. O'qqa endi boshqarishni o'rganadi-yu oxirida. Mana o'sha joyda men to'g'ri men ham yig'laganman. U ham aytdi, yarida aldotdi. Gapirayotganim, men rosa xursand bo'lib kuldi. O'sha sahnalar, to'g'ri sahna dramatik, to'g'ri qayg'uli sahna. Chunki Yondoni kameosi, o'sha joylarni aytishdi. Men biladigan narsalar shuncha qiziq bo'lmadi menimcha. Savollarni men o'sha bilardim. O'sha unga tayyor edim to'g'risi. Utopiyaga bermoqchi bo'lgan savollarni berib qo'yishdi. Unisiga men bilmagandim. Prosta vaqt chegaralangan-da. Men dublajchilarga Anilibriyaga unga savol bermoqchi edim. Nima berishni ham bilmadim ularga. Masalan, qaram dublaj kirib kelgansiz. Uni ham berib qo'yishdi. Mana shunaqa. Keyin safar iloj boricha balkim VIPlar men kim biladi. Ana o'shanda bemalol savol bera olaman. 3 ta tribunadan savol berildi, o'rtadan, o'ng chap, tepadan. Shunaqa joylardan savol berishdi, tak xumoringda zo'r, katta, menga yoqdi. Ana monitorlari hammasi anaqalari ko'p, ana o'tiradigan anaqalari. O'yladim, bilet o'shanga mo'ljallangan joyda o'tiradi, boshqada o'tira olmaydi odam desam, yo'q, xohlagan joyda o'tirsa bo'ladi. Shunisi ham yaxshi ekan. Endi men to'g'risi birinchisi o'shaning uchun sal moslash qiyin bo'ldi atmosferaga. Birinchi odam o'zini yo'qotib qo'yadi-da. Shunaqangi ko'p narsalar bor. Pristavka, anaqa PK, gaming, pristavkalar, oziq-ovqatlar bir tomonda, suvenirlar bor aytgancha. Biling, olsam bo'lar ekan sizlarga ko'rsatardim. O'xshamadi. Unchaki endi narx o'tdi bilasizlar, qanaqa osmon. Keyingi safar plakat или nimadir olaman, o'tib ketib osib qo'yaman. Lekin chiroyli plakatlar ko'p ekan. Jinx shunaqalar bilan. Afsuski negadir men bitta cosplay ko'rmadim, lekin kutdim. O'sha Jinx cosplay bo'lmadi afsuski. Arkane, umuman Arkane. Men uchun muxlislar kam. Keyin anime cosplay chiqmadi negadir. Bilmadim nega Человек benzopila degan anime bor edi, hech men ko'rmaganman, lekin chunki mashhurda u personaj ham. Afsuski unga ham negadir hech kim cosplay qilmabdi. Keyingi yil balkim cosplay ko'proq bo'ladi, lekin ko'pchilik yomon o'ziga jalb qildi. U Luke Skywalker, Anakin Skywalker, yulduzlar jangiga, chunki ular qilichlarini ham o'ynatib ichkarida rosa urushdi. Uni ham videoga olganman, ozgina bo'lsa ham.
Вот, yulduzlar jangi agar fanatlari bo'lsa, Anakin Skywalkermi, Luke Skywalkermi kim bo'lsa ham Darth Vader yetishmayapti bitta. Mikuni ham ko'chada ozgina video ko'rgan joylarim bor, faqat orqa tomonda. Mayli. No, qo'ldan kelgancha kontent qilib olishga harakat qildim. Mana o'z taassurotlarimni sizlarga aytib turibman. Og'zaki bo'lsa ham. Holda hammasini ham ko'rsata olmadim, ola olmadim. Ustiga birinchi marta bugun aytolmadim. O'zim atmosferaga kirishib ketdim. To'rog'i kirib ketib qoldim atmosferaga tomosha qildim. Ko'proq olish o'rniga olmadim, to'g'risi. Bir xilga paytda xuddi shunaqa sizlarda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Xuddi ovotgandek bo'lasizlar-yu, qarasanglar bosilmaganda, eng qiziq joyni o'tkazib yubordim. Voy. Eng qiziq joyini o'tkazib yubordim shu joyda. Olman deb o'yladim, qarasam bosmanman. Men bo'lib turadi endi hammada shunaqa bo'lgan oldin menda masalan yoshligimda ham bo'lgan videoga olayotganimda. Masalan eng achinarlisi masalan shuncha uzundan uzoq joyini olasizlar-da, qarasanglar olmagan bo'lasizlar, knopkani bosmagansizlar. No menda unchalik bo'lmadi. Anu Studia Anilibria. Вы когда-нибудь слушали Studia Anilibria? .com mana shunaqa degan joyi bor. O'sha imенно o'sha joyni aytganini olmoqchi edim. Sizlarga ko'rsatish uchun o'sha sizlar balkim eslarsizlar. O'sha joyni aytganman, baqirib yubordi. Qisqasi zo'r bo'ldi, maza qildim anaqa. Keyingi safar undan ham qizroq mehmonlar keladigan umiddaman. Umuman bo'lsa, chunki bu ikkinchisimi, uchinchisi ekan o'sha. Shunaqa eshitishim bo'yicha o'tgan yil ham bo'lgan ekan. Endi keyingi yil avgustda bo'ladi deb o'ylayman. Menimcha uzoq bilan iyul yoki avgust. Shunaqa bir xilga data bu. Keyingi safar ish qilib yakshanbaga to'g'ri kelsa undan yaxshi bo'ladi. Men uchun eng qulay vaqt yakshanba. Ko'proq vaqtim bo'ladi. Shuning uchun sizlar bordinglarmi yo'qmi Comic-Conga? Вообще sizlarga qiziqmi yo'qmi? Cosplay, mana shu prezentatsiya, festival degan narsalar umuman kommentariyada yozib qoldiringlar. Uni ustiga afsuski men Magic City bo'lib o'tgan Kalmar o'yinini anaqasiga bora olmadim. Katta anaqada aylantiradi, ustiga firmenning anaqasi bor, skagovka. Shunaqalar sakrab qanchadir yutib olishinglar mumkin edi dedi. No, unisiga bora olmadim, afsuski. Bo'lmasam uni ham o'zim taassurotlarim aytib o'tardim. Lekin bu birinchi marta bo'lgani uchun 25-yilda bo'lib o'tgan anaqa menga yoqdi. Aytaman, afsuski Kubaytni qo'ldan chiqardik, to'g'ri qo'ldan chiqardim. O'xshamadi, mayli nasib qilmagan ekan. Ko'rish to'g'ri o'zim chiqib ketdim. Bir 8 gacha o'tirsam bo'lardi, chunki bilet 8 gacha xohlagancha o'tirsanglar bo'ladi, kechgacha. 9, 8 dedi. Endi kim o'tiradi ungacha? Uzoq bilan 5-6 gacha o'tirgan bo'lardim, 5 gacha. Ungacha keladimi, yo'qmi? Kutdim. Hali yana ikkita mehmon bor undan tashqari. Hali qachon bo'ladi ularning intervyusiga chiqib ketdim. Baribir o'zi lavha tashishini bilardim. Shuning uchun anaqa qilmay qo'ya qoldim. Keyin ko'rib olaman dedim. Qisqasi shu. Demak, shu bilan videomiz nihoyasiga yetmoqda. O'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Nima Comic-Con haqida nima fikringlar nima? Borgan bo'lsanglar, agar bormagan bo'lsanglar, mana shu video orqali ko'rgan bo'lsanglar kerak, to'g'rog'i. Menimcha mendan boshqa odam agar bormagan bo'lsa, menimcha video qilmaydi. Chunki 24-yilda qilganlar bor ekan, no 25-yillikka cho'ta anaqa kam ancha. Shuning uchun fikrlaringizni yozib qoldiringlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tumashni bosing, boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Bu Split Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.